социалистической родине идеально-коммунистического строительства по всей строгости советского закона. Shuro qatag'on siyosati barcha sohalarda bo'lganidek prokuratura yo'nalishida ham mislsiz qurbonlar berdi. Sohani ichidan tushungan, milliy davlatchilik, huquq ustuvorligini istagan insonlar ta'qibga olindi. Tizim markazni hukmini ko'r-ko'rona ijro etishga moyil savodsiz kimsalarga muttasil to'ldirib bordi. Bugun ana shunday jabrdiyda insonlarni biri haqida hikoya qilamiz. Assalomu alaykum. Millatimiz fidoyilari ko'rsatuvi efirda. Ahmadbek Mavlonbekov 1897-yili Xo'jand shahrida dunyoga keldi. Otasi Matqul Mavlonbek o'g'li bir zamonlar Buxoro amirligida mulozim bo'lgan beklar avlodidan edi. Ahmadbek eski maktabda saoat chiqargach 1911-yilda Xo'jand shahridagi Rus tuzem maktabini, keyin esa telegraf kursini tamomladi. Yosh Ahmadbek mehnat faoliyatini 1914-yili Rus maktabida qorovullikdan boshlab, 1915-1916-yillarda Po'latjon Samjalov savdo uyida kitob mirza bo'lib ishlaydi. Ish jarayonida rus tilini mukammal o'rganib, 1916-yil o'rtalaridan Marg'ilon pochtasiga ishga kiradi. Ko'p o'tmay Ahmadbek Mavlonbekov mahalliy millat vakillari orasida birinchilardan bo'lib, Xo'janddagi pochta telegraf bo'limida katta telegrafchi bo'lib ish boshlaydi. 1917-yil Turkistonda jadid taraqqiyparvarlarning tashabbusi bilan muxtoriyat uchun kurash avj oldi. Ahmadbek Mavlonbekov mazkur jarayonda Sho'roy Islomning Xo'janddagi sho'basi, Musulmon deputatlari kengashi jamiyatini tashabbuskorlaridan bo'ldi va Turkiston muxtoriyatini qo'llab-quvvatladi. Ahmadbek keyinchalik o'zbek siyosiy elitasining eng yuqori pog'onalarida faoliyat olib borgan xo'jandlik tengdoshlari bo'lgan o'sha Mo'minxo'jayev, Sulton Matqul, Sharif Rajabov, Jo'ra To'rabekovlar bilan tanishib, umrining so'nggi damlarigacha ular bilan hammaslak va do'st bo'lib qoldi. Turkiston muxtoriyati qonga botirilgandan so'ng Ahmadbek Mavlonbekov ham 1918-yilning iyun oyida boshqa bir guruh do'stlari qatorida Kompartiyaga kirishga majbur bo'ladi. 18-19-yillarda Xo'jand shahar ijro qo'mida mehnat va ijtimoiy ta'minot bo'limi boshlig'i, keyin Xo'jand uyezd xalq sudi raisi, Xo'jand tuman xo'jalik kengashi raisi, 20-yilgacha esa u Xo'jand okrug shahar partiya qo'mitasi kotibi vazifalarida ish olib boradi. Umuman sho'rolar mintaqada o'zlarining hukmronligini saqlab qolish uchun mahalliy aholi orasidan chiqqan katta nufuzga ega bo'lgan yoshlar bilan hamkorlik qilishga, ularning tajribali kadrlaridan foydalanishga muhtoj edi. Ahmadbek Mavlonbekov shu davrda, ya'ni 20-21-yillarda
Xo'jand okrug inqilobiy qo'mitasining raisi, okrug shahar qo'mitasi raisi vazifalarida ishlab, ayni paytda sho'rolar bilan hamkorlik qiladi va bir paytda u Turkiston Jumhuriyati Markaziy ijro qo'mitasining kollegiya a'zosi sifatida ham, Toshkent shahar soveti ijroiya qo'mitasi a'zosi sifatida ham katta mavqedagi nufuzga ega bo'lgan rahbarlardan biriga aylanadi. Ahmadbek Mavlonbekov 1921-1922 yillarda o'lkaning istiqlolchilik kurashi avj olgan Farg'ona vodiysiga tashlanadi. Viloyat partiya tashkiloti markaziy qo'mitasi raisi, Farg'ona viloyat inqilobiy qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosarlari va raisi vazifasini bajaruvchisi, Farg'ona viloyati xo'jalik kengashi raisi vazifalarida Nazir To'laqulov, Sulton Segizbayevlar bilan yelkama-yelka turib xizmat qildi. Imkon qadar Qizil armiya hamda arman dashnoqlarining qirg'in va talonchilik harakatlariga chek qo'yish, ocharchilik oqibatlarini tugatish, xalq xo'jaligi izga solishda kecha-yu kunduz tinim bilmadi. 1922-1923 yillarda Turkiston kompartiyasi Samarqand viloyati qo'mitasi mas'ul kotibi bo'lib, Nashr Ma'orif jamiyatining faoliyatini jonlantirdi. Yangi maktab va kutubxonalar ochish, mahalliy yoshlarning xorij va ichki Rossiya shaharlarida ta'lim olishlari uchun keng sharoitlar yaratishga harakat qildi. Ahmadbek Mavlonbekov 1923-1924 yillarda Buxoro Xalq Sovet Respublikasi Kompartiyasi Markaziy kengashi mas'ul kotibi. 1924-1925 yillarda yangi tashkil etilgan O'zbekiston SSRda ishchi dehqon inspeksiyasi xalq komissari lavozimlarida ish olib bordi. U shubhasiz O'zbek sho'ro siyosiy elitasining yirik shaxsiyatlaridan biri edi. 1925 yildan O'zbekiston Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi tashkilot, hisob va taqsimot bo'limi mudiri. 1925-1927 yillarda KPSS Markaziy nazorat komissiyasi a'zosi, O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy nazorat komissiyasi raisi kabi o'ta mas'uliyatli lavozimlarda ish olib bordi. Ahmadbek Mavlonbekov 1927-yilning 31-martida O'zbekiston SSR ijro qo'mi qurultoyining qarori asosida Adliya xalq komissari, ya'ni bir paytning o'zida O'zbekiston SSRning bosh prokurori lavozimiga tayinlanadi. Bu davrni uning faoliyatidagi eng yuqori cho'qqi deb aytishimiz mumkin. Qizil O'zbekiston gazetasining maxsus muxbiriga 1927-yil 17-aprel sonida Amirning zulmidan kam emas nomli maqolada u bilan suhbat chop etilgan. Bu nima Amirning zulmidan kam emas? Aslida o'sha maqolaning nomining o'zi ham bir mazmunga ega edi. Ya'ni sho'rolarning mamlakatda amalga oshirayotgan zulmlariga bir o'xshash bir ta'rif edi. Yoki bo'lmasa unda bosh prokuror maxsus muxbir bilan suhbat jarayonida o'sha biz ba'zi bir tarixchilarimiz tomonidan istiqlolchilik kurashi qahramoni sifatida ko'riladigan, aslida esa allaqachon chekist bo'lib o'sha Qizil armiya bilan hamkorlik qilgan Qo'rboshi Muhiddin Mahsum Yodgorxo'jayevning kirdikorlarini fosh qiladi va o'sha maqolada uning kechirilganligi va ayni paytda sho'rolar tomoniga o'tgandan so'ng jinoyat qidiruv qismiga ishga olinganligi, u bu vazifadan foydalangan holatda dehqonlarga nisbatan nihoyatda ko'p zulmlarni avj oldirganligidan boshlaydi va ayrimlarini esa o'zini o'sha tuhmatini amalga oshirish uchun, ularni majbur qilish uchun otxonalarda haftalab og'ir qiyinchiliklarda saqlab qiynoqlarga solganligini yozadi. Viloyat militsiya qidiruvining boshlig'i bo'lgan Baxchin bilan Yodgorxo'jayevning o'rtasidagi hamkorlikni, xalq agar Baxchinga Yodgorxo'jayev Muhiddin Mahsum tomonidan dehqonlarga zulm bo'layapti degan gap aytilganda mayli uraversin deb javob berganlarini keltiradi. Prokurorning bu yo'nalishga e'tibor berishi va 35 ta kishini ayni paytda qamoqqa olib, OGPU bilan
prokuratura o'rtasidagi ziddiyatning bu boshlang'ich nuqtasi bo'ldi. Ya'niki o'sha Sredazbyuroning, sovetlarning, Qizil armiyaning mahalliy aholiga nisbatan zulmiga chek qo'yish maqsadida ularning o'zining odami bo'lgan Yodgor Muhiddin Mahsumga o'xshagan kimsalardan foydalanayotganini aytish orqali aslida Moskvaning zulm siyosatiga qarshi o'zbek bosh prokurorining bir isyoni edi va bu esa keyinchalik katta muammolarning boshlanish nuqtasi bo'lib qoldi. Я знаю, что многие из вас недобитков верят в Бога. Думаете, что Он... O'zbekiston SSR Adliya xalq komissari va bosh prokurori Mavlonbekov o'zining 1927-yil uchun hisobot ma'ruzasida sohada, ayniqsa mahalliy millatlar orasida yetuk va huquqiy malakali kadrlarni yetishmasligiga juda katta alohida bir e'tibori qaratib, o'sha 1919-yilda ish boshlagan yuridik kurslar uchun tanlovni adolatsizligi va shu bilan bir qatorda o'quv kurslarining qisqaligi, qabul qilish soni mavjud talabga nisbatan juda cheklanganligini hattoki aytadi. Baralla, shuningdek, milliy chegaralanish siyosati oqibatida Buxoro Xalq Sovet Respublikasi, Xorazm Xalq Sovet Respublikasi hududlarida yagona O'zbekiston SSR sud tergov tizimi tashkil etish juda katta qiyinchilik bilan kechganligini ma'lum qiladi. O'zbekiston SSR prokuratura tizimi o'sha 1927-yil 1-aprel holatida 10 nafar okrug prokurori, 10 nafar zam prokurorlar va 12 nafar okrug sudlari yordamchi prokurorlari va uchastka prokurorlardan iborat bo'lgan. O'sha rayonlashtirish jarayonida ularning soni 71 nafarga yetkazilgan, biroq o'sha 1927-yilda so'nggi va 1928-yillarda byudjetni keskin qisqartirilishi oqibatida bu son yana 38 nafarga va hozirga kelib 33 nafarga tushib ketdi deyiladi. Ahmadbek Mavlonbekov jamiyatda huquq ustuvorligini ta'minlashda shu prokuratura organlarining o'rniga alohida ahamiyat qaratib, tegishli davrda prokuratura tizimini shakllantirish, tezkor va ortiqcha ovoragarchiliklarsiz bo'lgan tizimni yuzaga chiqarish bosh vazifa deb hisobladi. Jamiyatda qonunsizliklarning oldini olish maqsadida birinchi Respublika prokuratura ishchilari qurultoylarini o'tkazib, sud, okrug ijro qo'mlari, GPUning huquqiy bo'limlari, ichki dehqon inspeksiyalari rahbarlarining ma'ruzalarini tingladi. Ishlarning uyg'unlashtirishi oqibatida shu qamoqqa olish holatlarini keskin kamaytirishga erishildi. Jamiyatda huquqiy savodxonlikni oshirish uchun tekin to'garaklar tashkil etdi. Natijada odamlarning sud, prokuratura organlariga murojaati keskin ortdi, ish sifati yaxshilanishiga erishildi, deb ta'kidlaydi Ahmadbek Mavlonbekov. Ahmadbek Mavlonbekov butun tizimni isloh qilishga kirishadi. Markazda ham, viloyatlarga ham taftish komissiyalari yo'llab, mavjud holat va kamchiliklarni muntazam o'rganib boradi. Jumladan, Surxondaryo viloyat prokuraturasining 8 nafar a'zosi orasida yagona o'zbek okrug prokurori 1928-yildan boshlab sud huquq sohasida ish boshlagan. Quyi maktab darajasida ta'lim olgan oddiy dehqon Boboxo'jayev ekani ham butun mamlakatdagi jami 38 nafar prokuror orasida ayol kishi yagona ekanini ham nazardan qochirmaydi. Bu vaqtda hali xalq sudjalari orasida islom huquqining bilimdonlari bo'lgan sobiq mudarrislar, qozilar bor edi. Shu kabi chor zamonida zamonaviy huquq bilimlarini olgan, katta amaliy tajribasi bo'lgan advokatlar, jumladan oliy ma'lumotli huquqshunos, shu paytda ko'zga ko'ringan mana Toshpo'latbek Norbo'tabekov, Turkiston muxtoriyatining sobiq harbiy noziri Ubaydulla Asadulla Xo'jayev Saratov yuridik universitetini bitirib kelgan mana shunaqangi kabi insonlar jalb etilgan. Ubaydulla Xo'jayevning shaxsiy varaqasida o'sha 1919-20 yillar Boshqirdiston Respublikasi Tokchuran shahrida
kanton yustitsiya komissari, xalq sudyasi, xalq tergovchisi bo'lgan. 1923-yil 3-noyabrdan advokatlik ishlarida huquqshunoslar kollegiyasi a'zosi degan ma'lumotlar kiritilgan. Ahmadbek Mavlonbekov O'zbekiston doirasida olib borayotgan ishlarini ittifoq miqyosiga olib chiqishga kirishadi. Umumiy xulosalarni jamlagan holda yagona fikrni shakllantirish maqsadida Ahmadbek Mavlonbekov 1928-yil 14-fevral sanasi bilan RSFSR Adliya xalq komissari Yanson, uni o'rinbosari bo'lgan Krilenko va SSR Oliy sudi prokurori Krasikovlar nomiga taklifnoma yuboradi. Hatto 5-mart kuni Samarqand shahridagi Oliy sud binosi zalida O'zbekiston yustitsiya ishchilarining birinchi sezda ochilishi va unda Adliya xalq komissarligi ishi va inqilobiy qonunchilik amaliyoti haqida, sud tergov apparatini rivojlantirish haqida, jinoyat va sud siyosatini boshlang'ich asoslari haqida, yustitsiya idoralarida ijtimoiy siyosiy ish, Jinoyat protsessual kodeksining yangi loyihasi haqida kabi ma'ruzalar tinglanishini u ma'lum qiladi. Darhaqiqat tadbir o'ta yuksak saviyada tashkil etiladi. Tantanali ochilish marosimi va yosh O'zbekistonning qisqa vaqtdagi iqtisodiy, siyosiy va madaniy yutuqlari barcha mehmonlarga ko'z qilinadi. Ilmiy qism 7-mart kuni boshlanib, birinchi ma'ruzachi Mavlonbekovning o'zi bo'ladi. 3-bo'lib so'zga chiqqan O'zbekiston SSR Oliy sudi raisi Sa'dulla Qosimov ma'ruzasi ham juda katta qiziqish bilan tinglanadi. Bahs munozaralarga boy bo'lgan konferensiya natijasi bir nechta qarorlar ilgari surildi. O'zbekistonda sud ishchilarining qurultoyi ochilishi munosabati bilan ham Qizil O'zbekiston gazetasida, ya'ni 28-yilning 9-mart sonida Ahmadbek Mavlonbekovning jurnalist bilan asosiy fursatlar nomli suhbati chop etilgan. Unda mazkur qurultoyning asosiy vazifalari, sud apparatlarida xotin-qizlarni ko'proq jalb etish, sababi aholining teng yarmi bo'lgan ayollar bilan shug'ullanishda erkaklardan ko'ra endi musulmon jamiyatida ham shunday ayollar ko'proq haqiqatga oson yetib borishini, ayollarga nisbatan bo'lgan zulmlarni aniqlashda masalan mahalliy musulmon ayollar murojaat qilmasligi mumkin edi sudga. Shu uchun aynan mahalliy ayollarning o'zlarini ishga olish masalasini ilgari suradi. 3 oylik tergov kurslari yoki bo'lmasa o'sha adliya kurslarini bilim yurtiga aylantirish va darslarni ona tilida olib borish, ya'ni rus tilini bilmagan kishilarga huquq sohasini o'rgatish uchun mahalliy tildagi darslik va qo'llanmalarni ko'paytirish zaruriyatini ilgari suradi. Bu jarayonda aytishimiz mumkinki, Ahmadbek Mavlonbekov nafaqat O'zbekistonda, balki butun SSRda o'sha amalga oshirilayotgan noqonuniy harakatlarga nisbatan prokuraturaning jiddiy noroziligini ko'rsatayotgan edi. Bu esa ularga nisbatan kelajakda bir katta fitna uyushtirilishiga sabab bo'lib qoldi ham deyishimiz mumkin. Ahmadbek Mavlonbekov nafaqat qonuniylik posboni, ayni paytda jamiyatning huquqiy madaniyati, davlat apparatining tizimli faoliyati uchun ham o'zini mas'ul deb biladi. Qizil O'zbekiston gazetasining 1928-yil 14-iyun sonida Birlashgan keng jabha bilan maqolasida madaniy qoloqlik, jaholat va nodonlikni jamiyatni orqaga tortuvchi omillar deb ataydi. Isrofgarchilik, mansab suiiste'moliga qarshi davlat apparatini muntazam yetuk mutaxassislar bilan to'ldirib borish, qog'ozbozlik va ma'muriy buyruqbozlikka qarshi o'zlari uygan qog'ozlar ichida adashib o'ltirg'uvchi yuzlab kishilar o'rtasidagi munosabat butun ishimizni qog'oz dengiziga botirib nobud qilib keladi, deydi. Qizil O'zbekiston gazetasining 1929-yil 10-fevral sonida Jumhuriyat prokurori Ahmadbek Mavlonbekov bilan o'z-o'zini tanqidni bug'odirlarga qattiq jazo beramiz nomli suhbat bosiladi. Unda Buxoro okrugi Shohrut ishchi qo'mitasining qamoqqa olinishi misolida ishboshi Dudin va uning tegishli idoralariga tayangan holda ishchilarga
qo'pol munosabatda keskin tanqid qilinadi va aybdorlar sudda tortilganligi haqida xabar beriladi. Bu ham aslida AGPUning noqonuniy xatti-harakatlarini cheklash maqsadida o'zbek prokurorining jasorati mevasi edi. O'zbekiston SR Oliy sudi raisi Sa'dulla Qosimov qamoqqa olinar ekan, uning asosiy tayanchi va hamrohi bo'lgan Ahmadbek Mavlonbekovning ozodlikda qolishi mumkin emas edi. 1930-yil 15-aprelda O'zbek go'sht savdo ishi degan soxta jinoiy ish doirasida lavozimidan ozod etilib hibsga olinadi, biroq birinchi so'roqdayoq ishning uydirma ekanligi va uning aybsizligini isbotlab qutulib qolishiga muvaffaq bo'ladi. Я знаю, что многие из вас недобитков верят в Бога. Думаете, что Он... Ahmadbek Mavlonbekov 1930-yilda O'zbek Asaviyaxim ko'ngillilar jamiyatining markaziy kengashiga rais bo'ladi. Undan so'ng O'zbekiston Markaziy ijroiya qo'mitasida mas'ul kotib vazifasiga o'tadi. Biroq muttasil ta'qiblar, uni izidan Moskvadan turli xil o'sha ishdan haydash haqidagi yoki bo'lmasa uning ustidan yozilgan arizalar bahonasida bosimlar ko'payishi oqibatida 1931-33-yillarda Moskvaga ketishga majbur bo'ladi. Qizil professorlar institutiga o'qishga kirib, u yerda o'qiydi va 33-34-yillarda O'rta Osiyo bo'yicha SSR xalq xo'jaligining komissarligida aynan o'sha MTS va paxtachilik sohasini boshlig'i o'rinbosari vazifasida ishlaydi va birinchi o'rinbosar darajasiga ko'tarildi. Ahmadbek Mavlonbekov O'zbekistonda ishlashining imkoniyatini bermagandan so'ng 1934-37-yillarda Tojikiston Kompartiyasi Markaziy qo'mitasida tashviqot va agitatsiya bo'limi mudiri lavozimida ish olib boradi. Umuman nafaqat O'zbekiston, Tojikiston Markaziy Osiyodagi eng yuqori obro'ga ega bo'lgan kishilardan biri sifatida, garchi o'sha Stalin terrorchilari buni joniga qasd qila olmagan bo'lsa ham, muttasil ta'qiblar ostida bir necha marta ishini o'zgartirishga majbur bo'lgan edi. Darhaqiqat Ahmadbek Mavlonbekov Sho'ro mamlakati mas'ul vazifalarida Turkiston Kompartiyasi Markaziy komitetining a'zosi, SSR Markaziy ijroiya qo'mitasining 1 va 2 chaqiriq a'zosi, 1925-yil fevraldan deylik o'sha O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining a'zosi, keyingi yillarda Tojikiston Kompartiyasi Markaziy komiteti va byurosi a'zosi, Tojikiston Prezidium a'zosi kabi yuksak o'rinlarda mavqe topdi. Mustabid tuzumda na oddiy insonni, na xizmat ko'rsatgan insonni tarixcha ham bir qadri yo'q edi. Hamma tanigan, hamma bilgan Ahmadbek Mavlonbekov 1937-yilning 10-sentyabrda shu boshqalar bilan bir qatorda yana quruq bo'xtonlar asosida hibsga olinadi. Endi bu mislsiz qiynoqlar va tahqirlar, tepishlar, urushlar ostida o'tgan tergovda u o'zini qanchalik himoya qilishga intilmasin, vaziyat umuman o'zgarmadi. Ahmadbek Mavlonbekov nomi allaqachon o'sha 1938-yil 8-mayda Stalin va Molotovlar tomonidan otilishi tasdiqlangan ro'yxatga tirkab, Ahmadbek Mavlonbekov 1938-yil 20-oktyabrda Tojikistonning poytaxti Dushanba shahrida otib tashlangan. Markaz Sa'dulla Qosimov, Badriddin Sharipov, Shamsiddin Badriddinovlarni qaytib chiqmasligi uchun hamma narsaga tayyor edi. Yana bir jihat, Sovet huquqshunosligi hamisha savodsiz kimsalar bilan boyitib borilgan edi. Aslida Moskva davlat universitetini
muvaffaqiyatli tamomlab kelgan olim Muhammadjon Mo'minov, O'zbekiston SSR Oliy sud raisi Sadulla Qosimov, O'zbekiston SSR bosh prokurori Ahmadbek Mavlonbekovlar faqat qonun ustuvorligi, jamiyatning huquqiy madaniyatini yuksaltirish maqsadida kurashib, bu yo'lda halok bo'ldilar. Biz avlodlar o'tgan ajdodlarimizni hech qachon unutmaymiz. Siz millatimiz fidoyilari ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi sonlarda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.